Yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ularning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan Yosh kitobxon tanlovining hududiy bosqichlariga start berildi. Tanlov Andijon viloyatida ham yuqori saviyada tashkil etildi. Unda mutolaasevar yoshlar ishtirok etib, o'z bilim va tafakkurini sinovdan o'tkazishdi. Jarayonlardan muxbirimiz Dilfuza Ahmedova xabar beradi. Yosh kitobxon tanlovining viloyat bosqichida tuman va shaharlardan saralanib olingan 48 nafar iqtidorli yosh kitobxonlar ishtirok etdilar. Ular 10-14, 15-19 hamda 20-30 yosh toifalari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Har bir ishtirokchi ikki shart asosida o'z bilim va ko'nikmalarini namoyon etib, adabiyotga bo'lgan muhabbatini ko'rsatdilar. Andijondagi 728 ming yoshlar 2.900.000 marta kitob mutolaa qilishgan. Bu juda katta yutuq. Butun respublika bo'yicha birinchi o'rinda 2.700.000 marta kitob o'qilgan. Bu har yili kundan kunga kitob mutolaa qilish ko'payib boryapti. Tuman shaharlardan yosh kitobxonlar ro'yxatdan o'tkazib 60 mingdan ziyod yosh kitobxonlarimiz ichidan 48 nafar 3 yosh toifasida 48 nafar yoshlarimiz viloyat bosqichida ishtirok etmoqda. Bu viloyat bosqichida ishtirok etishning o'zi bir katta natija, katta yutuq. Bu yoshlarimizning kitobga bo'lgan mehri, izlanishi va mehnatining natijasi. Qizg'in va murosasiz bellashuvlar jarayonida qatnashchilarga o'zbek va jahon adabiyotining sara durdona asarlaridan savollar taqdim etildi. Ular asarlar mazmunini chuqur anglagan holda qahramonlar taqdiri, ularning hayotiy qarashlari va ichki kechinmalari haqida o'z fikr va mulohazalarini bayon etdilar. Tanlovlarni joriy qilib, uzluksiz tarzda davom etayotgani uchun shu tashkilotchilarga, yurtboshimizga, barchaga tashakkur aytaman. Nasib qilsa, shu respublika sahnalarida ham yana sizlarga intervyu berib turish nasib qilsin deyman va barcha yoshlarga kitob bilan do'st bo'lishligini, kitob o'qishligini tavsiya qilaman, chunki o'zim oilada kitob ushlaganman, ikkita farzandim telefonmas kitob ushlashadi. Bu mening eng katta yutug'im. Mana shular mening eng katta yutug'im, boyligim desam bo'ladi. Ayniqsa ishtirokchilarning asarlarga nisbatan tahliliy yondashuvi, voqealarni teran mushohada qilishi va mustaqil xulosa chiqara bilishi hakamlar hay'ati tomonidan yuqori baholandi. Asarlarni eslab qolishda menda muammo bor edi. 18 yoshimda ilk bor qatnashganman va shundan beri aynan ikkinchi shartga urg'u qarataman. Xudo xohlasa respublikaga chiqish niyatimiz bor. Shu yo'lda harakat qilyapmiz. Yakuniy natijalarga ko'ra har bir yosh toifasida eng bilimdon va faol ishtirokchilar saralanib, 3 nafar g'oliblar respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdilar. Dilfuza Ahmedova, Donir Aliyev, Andijondan.